Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasının Kengeş Palata əzası Marco Rubio, Amazon Tori, Alma və Nike qatarlıq Amerika şirketlərinin Xitay məcburi əmgək lagerlərə səl qarğanlığını qattiq tənqid qılıb, bu şirketlərinin Amerika iste'molchilarini Xitayning bostirish siyosatiga sherik qiladiganligini ko'rsatdi. Marco Rubio Amerika Kengeş Palatası Tashqi munosabatlar komitetining Xitayning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon osonliqlarga bo'lgan zulmlari muzokara qilingan yig'inda so'z qilib, şirketlərinin Xitay dövlətinin zulmdan fayda elayotganligini tanib yetmaganligini aytdi. Rubio mundaq dedi: Nike, Alma, Amazon və Coca-Cola qatarlıq nurg'un şirketlər məcburi əmgəkçilərini ishlatadi. Ular məcburi əmgək bilan shug'ullangan deb gumon qilingan huddiga berguchilardan foydalanadi. Afsuski, bu şirketlər hammamizni bu jinoyatga sherik qiladi. Demokratlar Partiyasının Kengeş Palata əzası Tim Kaine bilan yig'inga riyosatchilik qilgan Kengeş Palata əzası aytmarki, Amerikaning nurg'un texnika shirkatlarining Xitoy davlatining nazorat qilish kasbidan foyda olganligini va Xitoyning bu kasbida ishlab chiqarilgan nurg'un mahsulotlarning hozir Sharqi Turkistonda ishlatilayotganligini bayon qildi. İlgileniçe Thermo Fisher ilmiy şirketi 2019-yılı Xitay dairələrinin Uyğurlarning DNA sonliq ma'lumot ombarini qurganligi to'g'risidagi xabarlar tarqalgandan keyin Sharqi Turkistonga gen tartiblash uskunalarini setishni to'xtatganligini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy Markaziy Tashqi ishlar komitetining boshlig'i Yang Jiechi bilan telefonlashdi. Beijingni Wuhan virusining kelib chiqishi to'g'risida hamkorlashishga va ochiq-oshkor bo'lishga chaqirgan Blinken yana Uyg'urlar, Hong Kong va Tayvan qatorliq sezgir masalalarni o'tirg'a qo'ydi. Xitoy davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Yang Jiechi Blinkenga Amerikadagi bir qism kishilarning Wuhan virusining Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligi to'g'risidagi bema'ni qarashlarni tarqatayotganligiga qattiq ko'ngil biladiganligini bildirgan. Xitoy davlatlik markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Yang Jiechi Washingtonning Tayvanga munosabatlik masalalarni astoydil va muvofiq bir taraf qilishi kerakligi to'g'risida uchur yetkazgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Blinken bilan Yang Jiechining Shimoliy Koreya haqida so'zlashganligi, Blinkenning davlatining Hong Kongdagi demokratik qoidalarning buzilishiga bo'lgan andishini yetkazganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bayonotga qaraganda, Blinken yana Washington irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga bo'lgan muomalasiga qarata andishini yetkazgan. Xitoy tadqiqotchilari şəpərənglərdə yangi tipdagi koronavirus yuqumini keltirib chiqaradigan qurilmada 24 xil yangi koronavirusni bayqaganligini e'lon qildi. CNN'ning xabar qilishicha, Shandong universitetining tadqiqotchilari o'zlarining 2019-yili maydan 2020-yili 11-oygacha Yunnan o'lkasidagi o'rmon şəpərənglari ustida elib borgan tadqiqot natijasini hujayra jurnalida e'lon qilgan. Tadqiqotchilar o'xshamagan şəpərəng turlaridan yig'ilgan suyduk va tarat avrishkisidan 24 xil tajisimon genni bayqagan. Tilga ilingan tajisimon viruslardan 4'ning jiddiy xarakterlik nafas yo'li universal kasalligi SARS va COVID-19 ni keltirib chiqaradigan tajisimon virusga o'xshaydiganligini bayon qilgan. Xitoyda marafoncha yugurish musobaqasi o'tkazilgan va havo rayi sharoiti sababidan 21 mahir o'lgan shahardagi partikum sekretari voqeaga qarata tekshirish boshlangandan keyin o'zini o'ldirib olgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, Gansu o'lkasi Jiddai shahar soqchilari marafoncha yugurish musobaqasini tashkillovchilarining biri shaharning partikum sekretari Li Zubining o'zi turgan turalg'udan sakrab o'zini o'ldirib olganligini e'lon qilgan. 5-ayning 22 kuni Gansu o'lkasida o'tkazilgan marafoncha yugurish musobaqasida 172 qatnashuvchining 21 temperaturning tuyuqsiz tuvanlashidan kelib chiqqan nachar havo rayi sababidan o'lib ketgan. Faoliyatga munosabatlik dastlabki tekshirish dokladida musobaqaning yetarli planlanmaganligi va havo rayi sharoiti nacharlashgandan keyin zarur qadamlarning tashlanmaganligi, tashkillovchilarning mas'uliyatini ado qilmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. İctimai taratqu və texnika magnatlari dunyoning har qaysi joylarida tor hujumiga uchragan. Nishon qilinganlarning ichida Amazon, Alma, Instagram va Facebook qatorliqlar bor. 26 milliondan ortiq ishlatuvchining barliq hisobot uchurlari o'g'irlangan.
Tor bexatarligi bilan ta'minlaguvchi Nordlokerning bildirishicha, Windows yumshoq detali bor 3 million 250 ming uskuna nishon qilingan. Alma, Amazon, Instagram, Twitter, Netflix va Facebook qatorliq supulamo tor hujumiga uchirgan. Mazkur shirkat e'lon qilgan dokladga asoslanganda, yomon g'arazlik yumshoq detal 2018-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oraliqda 26 million kirish kinishkisi qatorliq nurg'un uchurlarni o'g'irlagan. Bu shirkat dokladga yana tor kamerasining ziyonli detallar tarafidan qo'llanilganligini qo'shib qo'ygan. Milyonlagan abonentlari bor bu shirkat ishlatuvchi uchurlarga boshqalarning erisha olmaydiganligini va bexatarlikning kuchaytganligini e'lon qildi.